Hammaga assalomu alaykum avtoprestij obunachilar. Bugungi avtorimda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Changan Deepal G318. Orqalariga e'tibor bermaymiz. Sidinalarni yotqizib mana shu mashinani xarid qilganlarga o'sha pullarni qo'shib beramiz. O'sha pullar turibdi. Tak bu avtomobilimiz Changan Deepal G318 4 ta vidushi o'sha off-road avtomobil. Pnevma podveskaligidan olib kelganmiz. Face IDlari hamma narsalari bor. Panorama tom lyuklari ham bo'ladi. Коробка передачиga ahamiyat berasizlar. Samolyot shturvaliga o'xshagan takoy необычный hamda deskiy kattagina avtomobil. Xo'p, do'stlar, bunaqa avtomobil kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'tgan safar olib kelganimizda 4 tasi ko'pga bormasdan tezgina sotilib ketgan. Do'stlar, mana keldi mashina. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, ushbu avtomobilni xarid qilish uchun bizning avtosalonga bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi. Bu avtomobilimiz mana qorasidan olib kelganmiz. Pnevma podveskaligidan. Anaqa tepasida o'zini takoy необычный off-roadda dizaynni beradigan, videoni beradigan o'zini faralari ham bor. Videoga qaranglar do'stlar, juda ham takoy derskiy kattagina avtomobil. Kim kerak bo'lsa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz.